Bugun Nishon tumani Obod mahalla fuqarolar yig'inida hokim yordamchisi tomonidan ajratilgan kredit va subsidiyalarning maqsadli, haqqoniy hamda samarali foydalanishi o'rganib chiqildi. Fuqaro Jo'rayev Ergashga tomorqachilikni rivojlantirish uchun 20 million so'm imtiyozli kredit ajratildi. Ushbu fuqaro tomorqasida kartoshka, piyoz va urug'lik sabzi ekinlarini ekib, tomorqadan kartoshkani o'zidan 60-70 milliongacha daromad oladi. Tadbirkordan bichilgan tayyor kiyim-kechaklar keladi. Biz bu yerda tikib, yetkazib beramiz. 25 ta ayollarga imtiyozli ravishda kredit asosida eng so'nggi rusumdagi mashinkalar olib berildi. 4 tasiga subsidiya asosida mashinka olib berildi. Hozir ayollarimiz ertalab 9 dan soat 5 gacha salqin joyda ishlab, yaxshi daromadga chiqishdi. Kamida 3 million, 3,5 million oylik olamiz. Oilamizga daromad olib ketish niyatidamiz. Barakat chorva MCJ ochildi va bu xonadonimizga 100 million so'm miqdorda bedanachilik uchun imtiyozli kredit ajratildi. Hozirda 15 mingta bedana sotib olib kelib, bugungi kunda bedana tuxumi va bedana go'shti ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Hozirda ushbu xonadon oyiga 30-35 milliongacha daromad topishdi va ushbu xonadonimizga kambag'allik reyestrida turadigan 2-3 nafar fuqarolarni ishga qo'ydik. Mahallaga murojaat qildik. 50 million so'm imtiyozli kredit ajratib berdi bizlarga. Mana sut mahsulotlaridan oqilona foydalanish uchun qurutni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. 5-10 ta qo'shnilarimizni ish bilan ta'minladik. Ular ham oyiga 4-5 million daromad ko'ryapti. Har bitta parniki limonlar ekilgan, asosiy ekin sifatida oraliq ekinlar, pomidorlar ekilgan bir 4 ta asosiy ishchi o'rnimiz bor, lekin 6-7 ta mavsumiy ishchilar, jami 10-11 ta ishchilar postoyanniy ish bilan ta'minlangan. Lekin ularning daromadlari pomidor, bodring, nima yetishsa shular mahsulotlarning hisobidan bo'ladi. Bu yerga 30 ta proyekt qurilgan, Turanbag mablag'lar, kredit mablag'lari hisobidan har bitta sona 600-650 milliondan mablag' ajratib qurib bitkazilgan. Tadbirkorlarga berilgan. Endi yil davomi bilan sof daromadi 100 millionlardan kam bo'lmasa kerak. Xarajatlarni hisobga olmaymiz, sof daromad haqida gapiramiz. Bundan tashqari hududda eksport salohiyatini oshirish maqsadida yirik agroloyiha yo'lga qo'yilmoqda. Xususan, Xitoyga eksport qilish uchun 100 gektar yer maydonida bulg'or qalampiri yetishtirish rejalashtirilgan. Ushbu loyiha doirasida urug'lar xitoylik tadbirkorlar tomonidan olib kelingan. Shartnomaga muvofiq har bir gektar yer maydonida ekin yetishtirish va uni parvarishlashni o'z zimmasiga olgan fuqarolarga 15 million so'mgacha avans mablag'i ajratilishi belgilangan. Shuningdek, yetishtirilgan mahsulot hajmiga qarab, qo'shimcha foyda ulushi ham taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Mazkur tashabbuslar aholi bandligini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda hududning eksport salohiyatini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.